Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi reyslarimiz Moskva shahridan Primoy Toshkent shahriga aziz yurtdoshlar qonuniy sifatli avtobuslarda ketishlarini tavsiya qilib qolamiz. Mana ekranlarga o'zimiz chiqyapmiz, yuzimizni ko'rsatyapmiz. Har xil yolg'on aldolarga borib qolib, har xil biz kanallarga jalb yozmasdan ishonchli nomerlarga telefon qilib bog'lanib kelib, shunaqa sifatli avtobuslarda ketishlarini tavsiya qilib qolamiz. Aziz yurtdoshlar, tanlov o'zlaringdan, tanlovda adashmanglar. Avtobuslarimiz shart-sharoitlari 3 tadan GPS kameralar, 2 tadan monitorlar, hojatxonalar, issiq suvlarimiz bor. Har bitta sidenaning orqasida zaryadlash uskunalarimiz, 30 gradusga sidenalarimiz yotadi, 20 gradusga yongachilar, aziz yurtdoshlar, 3 tadan voditorlar. Avtobuslarimizda konditsionerlar ishlab turibdi. Mana havolar ham issiq bo'ldi Moskvada. Bemalol telefon qilib bog'lanib kelib, shunaqa sifatli avtobuslarda ketishlarini tavsiya qilamiz. Tanlovda adashmanglar. Har kuni reyslarimiz bor.